Polo. Okalarim Poloni dunyosiga tushib qoldimmi, bilmayman, jet trendga chiqib ketyapti shu brend okalar. Xullas, Manhattan do'konidan maxsus taklifimizda 13-mart kundan boshlab, xudo xolasa, mana bu yerda turgan vitrovkalarimizni hammasi 179 ming so'mdan. Menimcha zo'r narx, to'g'rimi okalar? Kelinglar, buni bitta ko'ramiz. Leon materialdan bo'ladi, ko'rinishi juda ham bagat ishlangan, yoqali bo'ladi. Astarlariga ham okalarim bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Qaranglar, qanaqa sifatli astarlar ishlatilgan, cho'nchaklari bor, logolar tushirilgan, ranglari 4 xil. Okalar kiyganda mana ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r turibdi, qolplari ham ideal darajada. Bular yoqmasa, akalar, yana variantlarimiz bor sizlar uchun. Yomg'irli kunlarda kiyib yurishingiz uchun plashovka variantidan. Akalar, bu ham Polo brendli bo'ladi. Astarlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Qaranglar, Xitoy mahsuloti, ranglari bilan olib kelib qo'yganmiz. Yana bitta variantimiz Moncler bo'ladi. Ko'rasizlar, qanaqa skromni ishlangan. Yana bundan tashqari variantimiz bor sizlar uchun. Tommydan bo'ladi. Ranglari bilan olib kelib qo'yganmiz. Hammasining narxi 179 ming so'mdan. Akalar, foydalanadigan joyi 13-mart kundan sizlarning do'koningizda kutib qolamiz. Kelaverasizlar.